Sinapslar haqida gaplashamiz. Sinapslar ikki turga bo'linadi: kimyoviy va elektr. Va bularning farqlarini ko'rib chiqamiz. Elektr sinapslar nisbatan tezroq bo'ladi. Kimyoviy sinapslar ozgina sekinroq, chunki neyromediatorlar bo'lgani uchun. Elektr sinapslarda mediatorsiz bo'ladi va ikki tomonlama bo'ladi. Masalan, bir predan bo'ldimi, postdan qaytadi. Kimyoviyda faqat predan bo'ladi, postdan qaytmaydi. Bularda nexuslar bo'ladi. Pre bilan post orasida nexuslar bo'ladi. Bularda nexuslar umuman bo'lmaydi. Elektr sinapslar juda ham sodda tuzilgan bo'ladi. Ularda gap junction orqali birikish bo'ladi. Gap junction orqali kanallar orqali o'tib, masalan, tepadan natriy keldi deylik, natriy shunday o'tib ketadi kanal orqali postga. Endi kimyoviy sinapslar bularni nomlanishi, turlanishi ham ko'p 3 dona bo'ladi. Neyron va neyron o'rtasida, neyron va muskul o'rtasida, neyron va bez o'rtasida, ya'ni neyroglandular. Endi neyron va neyron o'rtasida ham juda ham ko'p turlari bor. Masalan, soma bilan soma orasida, akson bilan akson orasida va akson bilan soma orasida va hokazo ketaveradi. Endi biz kimyoviy sinapsni qanaqa ishlashini bir tushunib olsak. Kimyoviy sinaps ishlashi uchun tashqaridan voltaj darvozasi orqali natriy kiradi. Natriy o'zi bilan birga xolin olib kiradi. Xolin olib kirgandan so'ng bizda asetil-CoA degan moddamiz bor. Bu mitoxondriyadan ishlab chiqariladi. Mitoxondriyadan ishlab chiqarilgan asetil-CoA bilan xolin qo'shilib, asetil-xolinni paydo qiladi. Asetil-xolin bizda vezikulalar ichida yig'iladi. Va o'sha natriy kiryaptimi, bizda plus zaryad bo'ladi. Plus zaryadda voltaj darvozalari ochiladi, kalsiyniki va kalsiy ichkariga kirib o'sha vezikulani harakatga keltirishni boshlaydi. Vezikulamizda karetlarimiz bo'ladi, oqsillar V sinir va T sinirlarimiz. V sinirlarimiz mana bular bo'lsa, bularni kalit deb olsak, T sinirlarimizni qulf deb olamiz. T masalan, vezikuladagi V sinir T sinirga birikatda vezikula bo'shlig'i ochiladi va sinaps bo'shlig'iga asetil-xolinlar chiqa boshlaydi. Asetil-xolin chiqdi deylik. Asetil-xolin chiqqandan keyin ligand darvozadagi reseptorlar asetil-xolinni qabul qilib olib, tashqaridagi natriylarni ichkariga kirgizadi. Va asetil-xolin bu yerda o'tirib qolmaydi. Asetil-xolin esteraza degan fermentimiz asetil va xolin qismiga bo'lib tushadi. Bu xolin qayerga boradi? Bu xolin mana bu yerda paydo bo'lgan xolin esteraza parchalagandan so'ng mana bu joyga boradi va hujayraga xolin qismi qaytib ketadi. Endi biz klinik holatlarni ko'rib ketamiz. Botulizm kasalligi bor. Bakteriya ishlab chiqaradigan o'sha kasallik. Ular botulotoksin ishlab chiqaradi. Botulotoksin nima qiladi? Botulotoksin mana bu V sinir oqsillarimiz dediku, o'sha V sinir oqsillarimizning ustini bloklab qo'yadi, blokada qilib qo'yadi va vezikula matdan chiqa olmaydi. O'sha vezikula chiqa olmayaptimi, qo'zg'alish bo'lmaydi degani. Botulizm kasalligida o'pkalarda nafas qisishi paydo bo'ladi, muskul falajligi paydo bo'ladi. Myasthenia gravis kasalligi. Bu kasallikda aytdik, presinaptik va postsinaptik o'rtasida naqamiz bor, reseptorimiz bor dedik. Xuddi shu reseptorga, mana bu reseptorga shu kasallik ishlab chiqargan narsa o'tirib oladi. O'tirib olgandan so'ng asetil-xolinga joy bermaydimi, o'sha muskul falajlanib charchashni boshlaydi. Lekin har doim emas. Masalan, ikkitasini ustiga o'tirib oldi, bittasi ochiq qoladi. Bu degani hujayrada 70% da bo'lishi mumkin. Keyingi simptomi yoki kasalligimizni ko'rib o'tamiz. Labart-Eaton mistik sindromi. Bu sindrom ozgina shu to'xtalib o'tganimizda mantiq voltaj darvozasi deya kalsiyniki. Kalsiy voltaj darvozalarini ustini yopib qo'yadi. Yopib qo'ygandan so'ng bizda nima bo'ladi? Itdek charchadim deydi-yu. Xuddi shu kasallik bo'ladi. Muskul charchoq his qiladi, quvvati qolmaydi, energiyasi qolmaydi. Keyin kurkumin moddalar, buni biz farmakologiya, biokimyo darslarimizda ko'rib o'tamiz. Bular nima ish qiladi? Bular mana bu ligand N reseptorlarimiz bor-ku, aytdikmi turgan N reseptorlarimizni ustini yopib qo'yadi. Bu to'liq falajlab qo'yadi. Shular edi biz bugun bermoqchi bo'lgan narsalarimiz.